o'tir. Senga nari tur dedim. So'yxonim, bir qarang. Nima qilyapsizlar? Chanchang. Bugun So'yxonim sendek yaramas ayolni yaxshilab tazyirini berib qo'ysin. Xotin, o'zim hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirmoqchisan? Hozirgina uni qo'lini ushlaganingni ko'rdim-ku. Yaramas benomus satang. Shunday yasal-tusal qilib olganingga qaraganda, demak, erimni birinchi bo'lib sen yo'ldan urgansan. To'g'ri. U meni yo'ldan urdi. Meni shu yerga aldab chaqirdi. Shunchalar ham pastkash bo'lasizmi? So'yxonim, men Ovozingni o'chir. Ustingdagi kiyim 200 yanga ham yetmaydi. Ataylab boy erkaklarni tanlab o'zingga qaratmoqchimisan? Oyimni haqorat qilmanglar. Bunga hech qachon yo'l qo'ymayman. Yo'qol bu yerdan. Dudu. Yo, bu bola nega menejer suyga o'xshab ketarkan? Kim u? Bu ikkovingizni nikohsiz tug'ilgan bolangiz emasmi? Sen buzuqi, erimdan hali bola ham orttirib olibsanmi, a? Duduga uni aloqasi yo'q. Eringizni yo'ldan urmaganman. Agar gapingiz bo'lsa, menga ayting. Bolamni aralashtirmang. Yaxshi. Bugun seni urib o'ldirmasam. Oyimni haqorat qilmang. Bunga yo'l qo'ymayman. Qo'y yubor. Yo'qol. Qoch dedim. Dudu! Menga bir pas kirib o'tir. Sen